Assalomu alaykum, hurmatli To'ymo'yin 20 ming xalqi bor eli. Buna To'ymo'yinda o'zingizlar ko'rib, buna yerda bunday nima o'tirib, chiroyli qilib To'ymo'yin seyil bog'i deb ochildi. Ayniqsa To'ymo'yinda yoshlar shu zaksga chiqqanda qandaydir bir tug'anlar bilan seyilga borib ketparkanda, kelatganda şuna chiroyli To'ymo'yin seyil bog'iga kelib, suratga tushib, shu yerda shu seyil bog'ni boshqa yerlar, boshqa joylarga shu To'ymo'yinda da shunday qaqirab yotgan talada jap-jashil çoğunun seyil bog' bor ekan degandek qilib turib bir reklama bo'lish kerak. Buna gördüğünüz seyil bog'ni, buna To'ymo'yin seyil bog'ini chiroyli qilib turib, bunday diyegi anda ko'gortib, buna burilchatkalar basıldı. Bunda yazıldı To'ymo'yin seyil bog'i deb. Buna ko'rib turasizlar, burilchatkalar bağıp, buna tanklar kraskalanıp, barlığı sonunda burilchatkalar basıldı. Жақсы, mına bizde mına To'ymo'yin'in Afgan soğuş ardagerinden Uray Hacı degen mına körüp turasizlar kelip atay mına maşina yolda kelip şu seyil bog'ni körüp to'xtab shu yer bilan bir körüp o'tib ketayin degandey yaxshi niyatlar bilan to'xtabanda nima qilib turadi. O'shaga mına seyil bog'ning ko'rinishi cho'nim bo'lib qoldi. Mına chiroyli mına bayroqlar qo'yildi. Ana burilchatkalar basıldı, sonum bo'lib qoldi. Sherlar o'shaga hurmatli To'ymo'yinliklar. Mana To'ymo'yin seyil bog'i deb buna yozilib qo'yilgan. Shu yerda sizlardan suranish, yoshlarga, baldar qizlaringizlarga aytib, shu yerda seyil bog'da bir ketparkanda, bir kelatganda bir suratga tushib turingizlar.